Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari. Mana bundan oldingi videolarda ko'rdinglar, bu pul qildik. 3 sotik joy. Pul qilib reski maydalab beryapmiz, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Bugun mana chekasiga atirgullari ekishni boshladi. Ya endi bilmam nima ekadi, sirotni haydab keldik. Mana haydayapmiz. Benzinligimiz xizmatda, hali yerlar loy. Qo'ldan kelgancha benzinlikda оборот tezligi uchun benzinlik solyapmiz. Puldan keyingi holat. Koyalari tushadi, buni chekalari loylar. Bu boshlari bo'shyapti. Yer loyligidan benzinlik ham qiynalyapti. Endi pichoqlariga shunchalik o'tlar to'lib qoladi. Loyda hisobiga pichoqlariga loy to'lgan hisobiga og'irlashadi pichoq. Hali lekin yerga bor. Kun issiganiga ayrim odamlar shoshyapti. Ekishga yerga kartoshka ekamiz deydi. Ko'chatlar tayyor deydi. Eng qizig'i o'zim ham kartoshkam turibdi hali. Ekishim kerak xudo xolasa. Mana zuburimiz bo'ldi, damni olyapti. Bo'sha MTZ'ni puliga Smargonskiy emas, Lidovskiy degan, buni qayta aytyapman. Uni terdelga qilganmiz. Shunaqa gaplar xullas. Like bosinglar, ko'ringlar, mazza qilinglar. Telefonni ham qoniga qo'yapti. Nima bo'la?